xuddi shu narsa ko'rsatadi va jonlilarda bo'ladi bu asosiy holat, jonliyotlarda. Siz nima qilar ekansiz? Брат aytib o'tirasiz, родительный падежda ham bor, брат, винительный падежda ham bor. Qanday to'lanamiz? Bittagina kalitimiz ne bo'ladi. Ne qatnashgan qism esidan chiqmasin, o'sida har doim родительный bo'ladi. Va agar tarjimangizda u qism neni beradi. Video brata, akamni ko'rdim, akamni ko'rmadim. E'tibor berasiz. Ne bilan kelgan qism, demak bu yerda родительный падеж va o'rtada предлог qatnashmagan, shuning uchun без предлога. Bu yerda ham предлог qatnashmagan, faqat ne qatnashganmi? Yo'q, shuning uchun винительный падеж без предлога.